Endi leksiyamizning yozma leksiya bir parcha. Shuni tayyorlab keldik vatandoshlarga yetkazamiz. Mavzu mundaq, hurmatli vatandosh, bugungi sizlarga 2021 yil 10-oyning 19-kuni. Mavzu mundaq, sanoat. Chet elga yo'tkilishga boshladi. Jungo iqtisodi ansirash paydo qildi. Mavzuli xabar 10-oyning 18-kuni Buyuk Hirot orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Maxsusdan yozuvchi James Corey Abduri yaqindan beri Jungo iqtisod to'g'risida salbiy xabarlar orqa-orqadan yetib kelishga boshladi. Xenda şirketi ve Qash bilan Kirpik o'tirisidagi ko'langi bankalar qarz krizisi Beijingning beshini og'ritishga boshladi. Hozir butun dunyo tuyuqsiz bayqab yetdiki, o'zlari dal hozirgi zamon tarixidagi eng og'ir ta'minlash liniyasi krizisi ichida turayotganligini tanab yetdi. Gullangan davrda emas, endi mavjud bo'lmay qoldi. Butun dunyo shuni unutmadiki, Jungo Kompartiya siyosiy hokimiyati bu krizisning manbaidir. Demakmiş krizis dunyoviy krizis bo'lsin, Jungo mamlakat xarakterli krizis bo'lsin, buning manbai Jungo Kompartiyasidir. Yuqorqi krizislar nazarga olganda, chet el sanoatchilariga nisbatan aytganda, Jungoning jalb qilish kuchi burungi chog'larga o'xshamay qoldi. Memleket ichida turib chet el shirkatlariga ko'tarib berish hozirgi dunyoning iqtisodiy vaziyati bo'lib qoldi. Bu tufayli Jungo iqtisodi ham zarbaga uchradi. Memleket turib ko'tarib berish deganning ma'nosi ishlab chiqarish liniyasini muhim bozorlarga yaqin davlatlarga elib chiqib ketish. Yo'tkash deganlikdir. Jungo hozir o'tmishdagi haliqi Jungo bo'lolmay qoldi. Yolg'iz Jungo'li emas, dunyodagi boshqa davlatlarmi hozir ko'pdir shu holda qoldi. Sanoat uchun aytganda Jungoning savdo sanoati siyosiy kayfiyatning qo'rishovi ichida ko'nsayan ahvoli og'irlashishga boshladi. Dasmoyning o'rlab ketishi, foydaning to'llab ketishi. Qachondir bir chog'larda Amerika va Yevropaning bir tutar shirkatlari sanoat ishlab chiqarishni Jungoga yo'tkab kelgan bo'lsa, boshqa davlatlar emas, dal shu davlatlar foyda elishni yuqori ko'taralaydi. Bundaq kunlar endi kelmasga ketdi. Bundan burungi zo'r foyda elish Jungo Kompartiyasi qancha minglagan chet el shirkatlariga yordam qilib, Jungoning arzon emgak kuchidan foydalanganligi bir sabab edi. Bugun kelganda Jungoning emgak kuchi sarfiyoti atrofdagi davlatlardan yuqori bo'libla qolmay, boshqa davlatlardan yuqori darajada eshib ketdi. Faqat Uyg'urlar qolib qoldi. Ularning emgak kuchining qadri yo'q. Chunki o qo'l. Uyg'ur qo'l, Xitoyga qo'l. Shunga uning emgak kuchi, emgak iqtidori deganning hech qanday e'tibori yo'q. Ishlaysan, qo'shig'ingga shu vaqtda maqbarsan bo'ladi. Bu masala haqiqatan cho'ng masala, chunki millat transport, kechiringlar, mal transportining bahosi o'rlab ketdi, vatandosh. Bir yıl burun bir mal sandıqının Jijwangshan deydi Xitoylar. Bir dana mal sandıqının Amerikaga yetib kelish transport bahosi $2000 bo'lgan bo'lsa, endi bugun kunga kelganda bu baho o'rlab $12,000 ga chiqdi. Ala sharingni. Endi kunda bu baho o'rlab, bir yil burun $2000 bir sandıqning to'shib kelish bahosi Amerikaga $2000 emdilikda bo'lsa, bu baho $12,000 ga chiqdi dedi. Nima deymiz mana odatki gapimiz bilan ala sharingni deymiz.
12 ming dolları çıktı. Belki bunun da mı örlep gitti? Yani ala şehrini. Yakında Cungo'dan keladigan mallarning transport haqqı 10 narsa örlep gitti. Da bundan başka örlep gitti. Çok şeydi bu. 10 narsa örlep gitti. Bundan başka özlüksiz örlewatkan yekilgi serpiyatı. Mahsulotlarning azayıp gitişi, ishlab chiqarish mahsulotlarining azayıp gitişi bu vaziyatni texmo keskinlashtiruvdi. Xo'shvaqt bo'linglar vatandaşlar, salomat bo'linglar vatandaşlar. Hozir mushuning kuchim aray yetdi vatandaşlar. Qaldisi ekan-ku, biz do'kam degan yollig'ida. Sizlarni Xudo saqlasa vatandaşlar.